Ushbu jangdan so'ng hatto Vladimir Putin ham hayratga tushib, Fyodor Emelianenkoni kechki ovqatga taklif qildi. Sababi aniq. Koreyalik Chxe Xonman matbuot anjumanida Fyodorni gavdasidan kulib, uni mazax qilgandi. Ammo u unutib qo'ygandiki, Fyodor bu gigantlar qotili. U allaqachon ko'p martalab bunaqa shkaflarni svetini o'chirgan. Bu safargi g'alaba esa Emelianenko uchun havodek zarur edi. Shu bois imperator birinchi raunddayoq sambo arsenalni ishga soldi. Ammo u koreys raqibini bunchalik og'ir bo'lishini kutmagandi. Chxe Xonman o'z og'irligi bilan Floydni shunchaki bosib tashladi. Shunga qaramay Fyodor o'ziga xos bo'lgan harakatchanlik bilan imkon topdi va raqibni qo'lini og'ritish usuli bilan deyarli sindirib qo'yay dedi. Chxe oxirida qandaydir mo'jiza bilan chiqib ketdi. Tik holatga qaytgan Fyodor yana yaqin jangga kirib bordi, ammo 160 kiloli traktordan tagiga qolib ketdi. Chxe o'zini xotirjam tutib Grand N Poundga o'tdi, lekin bu xatosi unga qimmatga tushdi. Fyodor bu imkoniyatni qo'ldan bermadi. U raqibini qo'liga yopishib oldi va hech bo'shatmoqchi emasdi. Bu o'sha klassik Fyodor edi, sokin, lekin juda halokatli. Do'stlar, kanalimizda Fyodorning muxlislari bormi? Yozib qoldiring.